Har xil parrandalarni jo'jalarini qanday boqqan ma'qulroq? Siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizni bildiring. Mana bunday boqqan ma'qulmi? Yo suvitlar qo'yib, issiq joyda, yo mana bunday taglarini setka qilib boqsangiz quruq turadi tagi. Bunday qilib boqqan ma'qulmi? Bir chekkasiga mamda qo'yib qo'ysangiz hammasi uymalanishib qoladi va bir ikkitasi kichikrog'i havo yetmay qolsa, bu jo'jalarning o'limiga sabab bo'ladi. O'shaning uchun jo'jalarni oqshom suvit qo'ygandan ma'nosi hammasi issiq bo'lib turaylik deb bir joyga uyilib qoladi va kichkinalari tagida qolib ketsa, havo yetmay qoladi. Siz jo'jalaringizni qanday holatda boqyapsiz? Yo ona tovuqni o'zi boqyaptimi? Mana bunday holatda boqyapsizmi? Oyog'ini tagiga har xil apilkalar to'shab. Qanday holatda boqyapsiz? Fikringizni kutib qolaman. Videolarni Instagram, Facebook, to'liq holatda YouTube kanalida kuzatishingiz mumkin. Siz ham o'rdakchalar boqyapsizmi? O'rdakchalarga suvit shart emasmi? Nechta o'rdakchangiz bor? Yog'oz boqyapsizmi? Xonaki jo'ja boqyapsizmi? Yo bo'lmasa inkubatorda ochilgan jo'jalardan boqyapsizmi? Siz nimalar berib boqyapsiz? Qanday donlar bilan boqyapsiz? Jo'jalarni ko'p ham qorong'ida ushlab turish shart emas. Quyoshga chiqsa tez katta bo'ladi jo'jalar. Ya mana bunaqa jo'jalaringiz bormi, xonaki? Bularga donni to'ydirib bersangiz tez o'sadi va kasallikka kam chalinadi. Iloji boricha ismaloq berishga harakat qiling. Ya mana bunday akvadan qilib xonani mana bunday isitib qo'yibsizmi? Qarang bularni sharoitini. Keyin bular tez katta bo'ladi-da. Har xil doni ham bor oldida. Xonasi ham issiq. Akva bo'lgani uchun yorug', quyosh yaxshi tegadi. Jo'jalar bexato katta bo'ladi. Yo bo'lmasa siz angarga qo'yib yubordingizmi? Xohlaganingni ye, tez katta bo'l deb. Bu holat jo'jalarni bironta xato bo'lmasdan kattarishiga sababchi bo'ladi. Tashqarida bog'ilsa. Siz qanday fikrdasiz? Fikringizni bildirib keting. Albatta, mendan ko'proq tovuq boqqanlar bor. Ularning praktikasi menikidan ko'p. Sizda tajribalar bo'lsa kommentariyada yozib keting. Qaysi viloyatdan ko'ryapsiz? Qaysi respublikadan ko'ryapsiz? Turkiya, Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston qayerdan ko'ryapsiz videolarda? TikTok kanalimdagi profilga kirsangiz, yangi TikTokimda linki bor. Shuni ustiga bosasiz va yangi TikTokka obuna bo'lasiz. Hech ham afsuslanmaysiz. Albatta obuna bo'lib qo'ying. Siz undik jo'jalaringizga nima berib boqyapsiz? Xuddi menday jigarlar berib boqyapsizmi? Yo tuxum qaynatib berib boqyapsizmi? Yo ko'katlar berib boqyapsizmi? Fikringizni kommentariyada qoldirib keting. Sizning fikringiz biz uchun muhim. O'rganamiz, o'rgatamiz. Jo'ja boqish bu uy bekalari uchun eng yaxshi biznes. Siz ham jo'ja boqing. Yo mana bunday davlatli jo'jalardan boqyapsizmi? Sizdan kommentariyada fikringizni kutib qolaman. Jo'ja boqing. Mana bunaqasidan boqyapsizmi yo? Kulangilardan. Albatta TikTok kanalimga obuna bo'ling.